ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tag'lagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim. Qayerdan bo'ladi? Mana hozir pul men robotmanmi? Har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men seni? Qara, o'zing cho'rtdi bo'ylaganmi? Shiqida eshikni yopib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib tiqirtib yopib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib. Avaz. Laqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, jonsa. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raydi, bemalol degani qarab, kutiga tepsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu Gersham bor, u yomon kelin. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz, mana meni problemam. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganlar, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldi. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan mashina qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, hech narsa qilmaydi, zato bazaq o'pishamiz deganni qara. Qara, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tag'lagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim. Qayerdan bo'ladi? Mana hozir pul men robotmanmi? Har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men seni? Qara, o'zing cho'rtdi bo'ylaganmi? Shiqida eshikni yopib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib tiqirtib yopib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib. Avaz. Laqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, jonsa. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raydi, bemalol degani qarab, kutiga tepsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu Gersham bor, u yomon kelin. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz, mana meni problemam. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganlar, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldi. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan mashina qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, hech narsa qilmaydi, zato bazaq o'pishamiz deganni qara.